Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Qo'ydi zo'ridan so'raganlarga, go'zalidan, yoshidan, chiroylisidan, kelishganidan olib keldik mana. Juda ham zo'r yeb ichishlari. Hamma joyi joyida, 100%. Bo'g'oz. Mana keling. Gövda oshlari ham 80-85. Mana 85 pilis ham chiqadi mana shu ikkitasi. Ular 80 pilis. 2 dona qo'zisi bor. Mana. Mana shu qashqa qo'zi. Yani 2 tish. Bo'g'oz. Mana qo'ylarni qarang. Yig'gantidan, pappasidan. Inshaalloh. O'ta go'zalidan, 100% bo'g'ozidan. Mana qo'y hisobini qarang. Qo'yni udoridan. Yo, somon ko'p tushdi. Shuna qo'ylar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarsizlar. Nomerlarimiz 24 ga 7. O'zini chiroyliligini qaranglar. Jonivor. Puli juda ham qulay. Videomizni oxirigacha kuzatib borsalaringiz xohlasa bundan ham yaxshi qo'ylar. Ikazakchi qo'ylar, birazakchi qo'ylar. Hop, quroliqqa tayyor bo'ladigan qo'chqorlarimizdan bor. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha kuzatib borasizlar, xudo xohlasa sizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Mana 100% sog'lom, garantiyali. Yaxshi qo'ylar mana jamoa yilini hosil yozib. Inshaalloh pulni juda ham qulay qilib beramiz. Hop, hammasini olamiz degan akalarga mana shu 9 ta, soni 9 dona. Hammasini bir joyga olamiz degan akalarga 5 million 700 ming so'mdan xayri bor. Bemalol telefon qilib savdolashishlari mumkin. Ozgina beriladi. Mana qo'ylarni ko'ryapsizlar. Juda ham go'zal, juda ham yosh, juda ham yaxshi qo'ylar. O'sadigan. O'zini qarang. Svetini. Sveta отдельно tema bularni. Sveta отдельно tema qo'zaladi. Xudo xolasa bemalol aloqa chiqaverasizlar inshaalloh. Mana qarang. Nima deyapti bu? Ayiq polvon. Maşallah qarang. Ikazakchini haligisini berib turibdi-yu. Xudo beraman desa hech kim emas, ikazak qilib bersin inshaalloh. 2 barobar foyda qiladi xudo xolasa. Olinglar akalar, mana boqinglar. Inshaalloh barakatli bo'lsin. Bo'lmadi deganda 4 tasi, 5 tasi ikazak qilib bersa ham inshaalloh. Xudo beradi. Xudo xolasa. Hammasi chiroyli, yaxshi qo'ylar. Manzillar Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i. Mol bozori yo'parasida. Mana mashhura. Ko'rdilarmi? Asha mol bozor. Mana yerda mini chim bor, mini futbol maydoni. Ashuni yo'parasida mana mashhura. Birinchi bor yo'lda bo'yida. Manzilda adashmasdan to'g'ri kelaverasizlar, mabodo bo'lmasa ham atrofda qo'y qo'ralar juda ham ko'p. Agar lokatsiya yaqin bo'lsa, bemalol kelib, tevasida turib, ko'rib, agar mabodo yoqtira olmasalar inshaalloh kelishamiz. Kelishilmay qolsak ham ishlaring bitmay ketmaydi. Bu yerda qo'ralar juda ham serob. Bunisi bo'lmasa bunisi, bunisi bo'lmasa bunisi bitib ketaveradi ishlar. Xudo xolasa kelaverasizlar. Xo'p, qani ketayo'sam keyingi videolarga xudo xolasa qo'ylarni yaxshilab bir ko'rib olasizlar. Endi biz keyingi hozir ekazakchilarni ko'rsatamiz. Xo'p, akalar. Qo'ylarni zo'ridan. Hop, aytib o'tib ketamiz. Mana shu qo'y 6 million 400 ming so'mga baraka bo'ldi. Ena bola, bolasi sog'liq. Mashalloh. Bolani turishini qarang, hisorini udari simjinidan. Onasi 4 tish. Ko'ryapsizmi qo'ydi? Xo'p, bu
Ekizakchi bo'lgan, mana bolasi. Onasini bo'yi 90-85 plus. Bolasi bittasi qo'chqor, bittasi sog'liq bo'lgan. Qo'chqorini qo'ylar tepkilab o'tirib qo'ygan mashinani. 100% garantiyali ekizakchi qo'y. Bolasini qarang. Jonivor. Hop, buni narxi 10 million. Hop, bu bor. Mana yakka mana bolasi mana shu. Sog'liq. Buni enasi mana yonma ham turibdi. Boshqacha. Mana stoykasini qarang, bolasi stoykalarini, razrezlarini. Juda ham kevorgan. Bu bitta bu. Mana jonivor. Quloqini qarang. Bu ham 10 million xayri bor. Mana ekizakchi. Qorasi qo'chqor mana. Chiqarib turibdi o'zi ham. Bunisi sog'liq. Onasini tishini ishlaydi. 6 ta. 4 ta endi 6-chi chiqargan ishati 6 ta juda normal yoshda. Onasi ham kichkina qo'ymas mana. Udor. Katta qo'y. Jonivor bolam juda boshqacha berar ekan-da. Quloqni qarang, quloqni. Mashalloh. Turishini qarang. Bolani zo'r boqar ekan, ko'z tegmasin. Xo'p, bunimiz narxi 12 million ekizakchining narxi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh ishlarni bitirib beramiz. Hammasini narxi bilan tanishtirdik. Hop, bu yoqda qurollarga tayyor bo'ladigan qo'chqorlarimiz bor. Inshaalloh. Videoni oxirigacha o'tkazmay ko'rasizlar. Zotga ham zo'r qo'ylarimiz bor. Maza qilib, ko'rmasalaring ham tomosha qilib, bittadan like bosib, Tanga rahmat deb qo'ysalaring, agar narx qimmat bo'lsa, обязательно narx qimmat deb yozib qo'yinglar tagiga. Chunki o'shani keyingi safar narxini arzonroq chiqarishga harakat qilamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana qo'chqorlarimiz. Ustoqar yotgan, ustoqar bor. Ular narxi juda ham arzon. Soni 6 dona. Ko'ryapsizlar? 6 dona. Chiqarmagan qo'zi, eski qo'zi. Ularimiz narxi 6 tasini bir joyga olganga 4 million so'mdan. Hop, dastavkalarimiz, hamma qo'ylarimiz aytilgan dastavkalarimiz vodiy bo'ylab Toshkentgacha, undan uyog'i ozmas plus minus. Toshkentgacha besplatni договорning ichida. O'yladi qaranglar. O'ylar zo'r. Oldim degan odamga 4 million so'mdan dastavkasi tashlanmoqchi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tavash. Shinni qulog'i bor. Xudoni bergani. Ammo gavdasi zo'r. Mana qaranglar qo'ydi. Juda ham ajoyib, juda ham kelishgan. Xo'p, bu yoqda kitish. Nima deyapti mana? Quloq qarang. Bo'y 85 ismingiz chiqaradi bemalol. Hop, buning narxi bo'g'oz 2 tish, narxi 7,5 million. Ozgina ozg'irroq. Sal tejab baho boradigan. Narxi 7,5 million. Mana bu yerda juda ham boshqacha go'zal. Sifati zo'r. Bo'yi 90 plus sog'lig'imiz bor. Buni bo'g'ozligi 50 ga 50. 4 tish. Mana jonivor ko'ryapsizlar. Mana qo'chqor 1 metrlik qo'chqor.
Mana sog'liq razrezlarini yaxshilab ko'ringlar. E'tibor bering, ko'ringlar. Mana. Lekin bo'g'oz deb egasi ham aytdi, qassobga sotmadi, boshqa qilmadi. Endi biz taxmin qildik. Bu bo'g'ozning 50 kelgan, lekin bunisi 100%. Buni narxi 9 million so'm. 9 million so'm. Yosh bola qochgan bo'lsa xudo berdi. Agar qochmagan bo'lsa, birorta qo'chqorga yaxshilab, mana mashq qo'chqor bilan yuribdi. Bo'yi 1 metr qo'chqor. Bu ham sotiladi. 2 tish, hali dalchi o'sadi, bo'yi 1 metr. Narxi 11 million so'm. Dastlabki Toshkentgacha. Ko'ryapsizlar, go'sht yo'nalishga ham, zot yo'nalishga ham pulini oqilaveradi, yoraveradi. Bo'yni qarang. Agar ikkovini olaman degan odam bo'lsa ham bo'laveradi. Ikkovi 20 millionga ketaveradi. Yuzi ham oppoq, sifati zo'r, yaxshi qo'yman. Dumbasini razrezlari ham o'ta boshqacha yorgan. Mana qaranglar. Shu yorug' dumba deydimi? Chizig'i bor yorug' dumba. Sog'lig'i. Sog'liq o'ta boshqacha narsa. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bitta sal qarovsiz qolib ketgan qo'yimiz ham bor. Shu jun to'kilib ketib endi chiqdi. Bu ham bo'g'oz. 20 kun avvalda tug'ib qoladi xudo xolasa. Mana ko'ryapsizlarmi? Tish 4 tish. 20 kunda tug'adi, xudo bersa. Bir Qirg'izistondan kelgan qo'y. Agar xudo berib bir sap-sariq qulog'i 15 santimetrli boladan tug'ib bersa inshaalloh. Ina bolani o'zi 15 millionga chiqib ketadi narxi. Bu narxi juda ham qulay, bitta qo'zini puli. Shu aybi mana jun chiqqan. Jun chiqqan mana. Aybi shu. Buni narxi 4 million. 4 million o'tib ham beraveramiz mana. Mana jun chiqib qoldi. Xudo xolasa o'sha qo'ylar tepkilab qo'ygan. Mana zo'r holat. Xo'p akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar 24/7. Hamma ma'lumotlarni berdik. Kami ko'sin telefonda beraveramiz. Manzilni tushuntirdik. Xudo xolasa bemalol telefon qilaverasizlar. Bugun sanamiz 8-mart. 9-mart. 9-mart 2026-yil. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammalarga